Jinsiy holat yetarlicha tarang turmayaptimi? O'zingizga ishonchingiz pastmi? Aynan kerakli joyga sharmanda qilib qo'yyaptimi? Unda bu video aynan siz uchun. Hozirgi kunda qabulimga murojaat qilib keluvchi hattoki yosh bolalar ham "Aka, yaxshi turmayapti" deb murojaat qilib kelyapti. Odatda testosteron 40 yoshdan keyin pasayishni boshlaydi. Erkaklik klimaks davri 60 yoshdan keyin, 50 yoshdan keyin boshlanadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, turmaydiganlarning aksariyat qismi, ya'ni ko'pchilik qismi, hammasi emas, ko'pchilik qismi yoshi katta o'taxonalarda kuzatilardi. Hozir 20 ga kirgan yigitcha ham tabletkaga o'tirib qo'ygan. O'zini o'zi aldab, aptekadan turli xildagi Viagra, shunga o'xshagan dorilarni qabul qilib, jinsiy aloqa qilib yuribdi. So'rasa uylanmagan, jinsiy aloqa qilib yuradi, ko'chada partnyori bor, tanishi bor, ustiga ustak yaxshi turmaydi. O'lgan ustiga tepganday kapak, masturbatsiya, shunga o'xshagan zararli illatlar bilan shug'ullanadi. Endi o'tirib, o'ylab qarasam, nima uchun yoshlarda yaxshi turmaydi? Nima uchun yosh kattalar orasida ham mana protez kirib keldi? Penil implant, falla protezlar. Endi jinsiy holatni tarang turmasligini yengil turidan boshlab gaplashadigan bo'lsak, mana yosh, o'rta yoshli yoki katta yoshli erkaklar orasida birinchi belgilari ertalabki ereksiyani yo'qolishi yoki suslashishi. Ertalabki ereksiya bu erkak kishi uyg'ongan payt jinsiy holati qo'zg'algan, tarang holatda turgan bo'lishi kerak. Bu organizmda kechasi yetarlicha testosteron ishlab chiqarilganligi, spontan ereksiya kuzatilganligini belgisi. Qolaversa, birinchi aloqada yoki ikkinchisida yetarlicha qattiq tarang turmasligi bu erektil disfunksiyani boshlang'ich, yengil formasini belgilari. Erektil disfunksiyani o'rta og'irlikdagi darajalarida tabletkalar deyarli yordam bermaydi. Bunda kavernoz tana ichi inyeksiyalari qilinadi. Bunda haftada bir, oyda bir zo'rg'a bir xotkaga yetadigan asbob yetarlicha tarang turadi. Jinsiy zaiflikni eng og'ir turi haqida gapiradigan bo'lsak, jinsiy aloqa oylab, yillab davomida bo'lmaydi. Jinsiy holat umuman taranglashmaydi. Jinsiy holatni turishida muammolar paydo bo'lish boshlashi bilan kavernoz tana ham fibrozlanadi. Ya'ni asbobi yaxshi turmaydigan insonni yoki asbobi umuman turmaydigan insonni yiliga 1 santimetr yoki yarim santimetr asbobi kichrayadi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda 4 millimetr yoki 3 millimetrdan har yil qisqarib boradi. Jinsiy zaiflikning eng og'ir turlariga arteriyagen yetishmovchilik, ya'ni jinsiy holatga yetarlicha qon kelmaydi yoki venozna okklyuziya, bular qon tomir bilan bog'liq muammolar. Asosan tug'ma bo'ladi yoki hayot davomida ateroskleroz yoki travmalar tufayli orttirilgan bo'ladi. Keyingisi qandli diabet. Qandli diabetning birinchi turi va ikkinchi turlari xalqimiz orasida ko'p uchrab turadi. Bunda angiopatiya hisobidan, ya'ni qon tomir yetishmovchiligi hisobidan jinsiy aloqa sifatsiz bo'ladi. Jinsiy holat yetarlicha taranglashmaydi. Aynan mana shu penil implant eng ko'p davo qiluvchilar bular qandli diabet bilan kasallangan insonlar. Kuchli stressdan keyin, dori vositalari ta'sirida yoki travmalardan so'ng jinsiy holat umuman turmay qolayotgan bo'lsa yoki mana bu tabletkalar, kavernoz tana ichi inyeksiyalar yordam bermayotgan bo'lsa, bir komponentli va 3 komponentli protezlar jinsiy zaiflikka yechim, ya'ni asbobda yetarlicha tarang turg'izib beradi. Yoshlar orasida jinsiy zaiflik, ya'ni erektil disfunksiya holatning yetarlicha tarang turmasligiga eng asosiy sabablardan biri bu testosteron miqdorining kamligi. Aytaylik, qandli diabet bilan kasallanmagan, tug'ma qon tomir kasalliklari mavjud emas yoki psixologik muammolar yo'q, lekin asbob yetarlicha tarang turmaydi. Bular tekshirilganda anamnezda asosan ikkita sabab bo'ladi. Yo tekshiruvlarda testosteron miqdori past chiqadi yoki ular anamnezida kapaki, masturbatsiya, 5 bilan shug'ullanib, porno ostida, ya'ni porno ko'rib, mana shu zararli illatlar bilan shug'ullangan yoshlar orasida jinsiy zaiflik juda ko'p uchraydi. Ya'ni qabulimga murojaat qilib keluvchi yosh yigitlar, o'smir yigitlar, o'rta yoshdagilarning asosiy shikoyati: "Doktor, men masturbatsiya qilaman. Uylangan bo'lsam ham masturbatsiya qilaman. Shu uchun bizniki yaxshi turmaydi. Qo'lga o'rgatib qo'yganman" degan vajlar bilan murojaat qilib kelishadi. Yaqinda bo'lgan voqea jinsiy zaiflikning eng og'ir turi bilan 25 yoshli yigit oxirgi 3 yil, 4 yil ichida umuman ereksiya bo'lmagan, uylanganiga 1 yil bo'lgan. Hali xotini 1 yil davomida qiz bola. Biror marta jinsiy aloqa qilmagan, asbob umuman turmagan. Bemor tekshirilganda, ya'ni farmakadoplerografiya
tekshiruvdan o'tkazilganda arteriya yetishmovchiligi aniqlandi. Bemorga bir komponentli protez qo'yib berdik. 1 oydan so'ng jinsiy aloqa qilib, hozirda sog'lom turmush tarziga o'tgan. Ya'ni sog'lom jinsiy hayot kechirmoqda. Protez qo'yilgandan keyin umriga birinchi marta qin ichiga bo'shanganini, hissiyotini olganini aytib beryapti bemor. Ya'ni 1 yil ichiga qin ichiga bir marta ham bo'shalmagan. Jinsiy zaiflikni tekshirish uchun eng kerakli tekshiruvlar qondagi Lg miqdori. Ikkinchi tekshiruv qondagi erkin va umumiy testosteron miqdori. Jinsiy zaiflik rivojlanishiga yoshlar orasida ichish, chekish, zararli mana bu masturbatsiya, kapaki, porno ko'rish kabi illatlar, ortiqcha vazn, kam harakatlilik va eng asosiysi uyqusizlik asosiy o'rinda turadi. Sababi testosteron aynan kechasi inson fiziologik uyquda bo'lgan holatida ajralib chiqadi. Davolash maqsadida bugun alohida dori vositalarini aytib o'tmayman. Sababi o'z boshimchalik bilan dorilarni qabul qilish bu muammoga yechim emas. U qaytaga sizga zarar berishi mumkin. Aytaylik oddiygina, ko'pchilik qiladigan xatolar. Turmayapti, ammanda testosteron past ekan deydi, boradi, qayerlardandir chorniy bozorlardan testosteron topib, o'ziga testosteron uradi. Testosteronni tashqaridan egzogen testosteron olgandan keyin o'zini organizm o'zidan ishlab chiqarilgan testosteron polni uxlaydi, o'tiradi. Moyaklar gipoplaziyasi, jinsiy ovlatning kichrayishi kabi holatlar uchraydi. Anekdot borki, sportsmenlarga kichkina bo'ladimi degan. Haqiqatan ham ko'pchilik sportsmenlar peketi yoki chistka qilmaydi. Shuning uchun ularda mana shu moyaklar qurishi, kichrayish holatlari, farzandsizlik holatlari ko'p uchrab turadi. Ya'ni aytmoqchimanki, jinsiy turmayaptimi, borib yugurib testosteron olib kelib urish u 100% xato ish. Testosteronni endi gormon zamestительный terapiya deydi, o'rin bosuvchi terapiyalarning o'zini ko'rsatmalari bor. Men maslahat beraman, farzand rejalashtirmayotgan bo'lsa. Ya'ni 5 ta 6 ta farzandi bor, boshqa farzandga reja qilmaydi. Uju testosteron terapiyaga o'tmoqchi, zalga chiqadi, jinsiy hayotga yetarlicha qoniqmaydi, xohishi past, taranglik yetishmayapti, testosteron past. Mamluqa paytga testosteron enantat propenatlarni shifokor nazorati ostida buyurilishi mumkin. Endi zalga chiqib, doimiy testosteron olib yurganlarni ham bir kun kelib, bir kun puli tugaydi, bir kun sabri tugaydi, bir kun vaqti tugaydi. Xullas nimasidir tugaydi. Qachondir baribir to'xtatadi. Kursdan chiqib ketish uchun kursdan keyingi terapiyalarni ham обязательно olishni men maslahat beraman. Undan tashqari mana ko'cha doktorlari, bir o'rtoqlari maslahat beradigan Viagra yoki shunga o'xshagan to'g'izadigan tabletka deydi yoshlar. Ularning ham asoratlari bor. Mana jinsiy aloqa vaqtida o'lib qolgan insonlar haqida eshitganmiz. Viagra ichgan insonning yuragi shunaqangi tez uradi. Ayniqsa u azot oksidi donatorlar bilan birga iste'mol qilganda yurak uchun xavf tug'diradi. Ya'ni o'z boshimchalik bilan Viagra yoki shunga o'xshagan dorilarni qabul qilishni ham maslahat bermayman. Keyingisi psixologik erektil disfunksiya. Bemor tekshirilganda farmakodoplerografiyada yoki kavernozgrafiyada bemorda qon tomir yetishmovchiligi yoki boshqa fibrozli jarayonlar yo'q. Testosteron yoki boshqa gormonlari hammasi joyida. Bemorda birorta organik o'zgarish mavjud emas. Lekin o'ziga ishonch past, meniki turmaydi degan fikr miyasiga o'rnashib qolgan bo'ladi. Bu psixologik erektil disfunksiya deyiladi. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda psixologik erektil disfunksiya yo'q. U yerda arteriya yetishmovchiligi degan fikrlar ilgari surilyapti. Lekin shaxsan tajribamdan kelib chiqib, qabulimga kelayotganlarni aynan arteriyasi tekshirilganda, kavernozgrafiya, farmakodoplerografiya qilinganda ularda hammasi joyida. Papaverenli sinema musbat, ya'ni papaveren yoki alprostadil ukollari jinsiy ovlatga inyeksiya qilinganda ereksiya bo'ladi. Tekshirilganda arteriya, vena hammasi joyiga chiqqan. Muammo psixologik muammo. Bu bilan seksopatologlar shug'ullanadi. Seksopatologlar o'sha gipnoz yoki kerakli psixoterapiyalar orqali yoki oddiy qo'rquv vahima sindromi, kutuvchi nevrozlar aynan jinsiy ovlatda yetarlicha tarang turmasligiga sabab bo'ladi. Bu bemorlar bilan suhbat qilinganda ko'pchiligi kapaki masturbatsiya qilgan, porno ko'rgan va porno aktyorlarning jinsiy ovlati bilan o'zining jinsiy ovlatini solishtirib ko'rgan, o'zini kichkina tuyulgan yoki aloqa vaqti bu qo'lga harakat qilganda tez chiqib ketgan porno aktyorlar uzoq aloqa qilyapti. Shundan demak men aloqa qila olmayman degan turli xildagi miyadagi fikrlar o'rnashib qolib, o'sha yopishqoq g'oyalar, shilimshiq g'oyalar tufayli bemorda psixologik erektil disfunksiya rivojlanadi, o'ziga nisbatan ishonch pasayadi.
Shunga qarab, jinsiy zaiflikni davolaydigan yagona usul, yagona dori vositasi mavjud emas. Shuning uchun har bir bemorga individual yondashishda maslahat beraman. Men hech kimga "Sen sildenafil ich" yoki "Tadalafil ich", "Vardenafil ich" yoki "Testosteron inyeksiyalarini ol", jinsiy olatga alprostadil yoki shunga o'xshagan turg'izuvchi ukollarni yoki mana PRP terapiyasi, PRP terapiyasi ol yoki protez qo'ydir, zarba to'lqin terapiyalardan foydalan deb maslahat bermayman. Kasallikni darajalari haqida gapirdim. U yengil darajami? Nima uchun erektil disfunksiya, ya'ni turmasligi kelib chiqdi? Shu savolga javob topgandan keyin davo taktikasi belgilab beriladi. Davo taktikasi belgilab berilganda eng birinchi navbatda lifestyle, ya'ni hayot tarzi o'zgartiriladi va medikamentoz davo, kerak bo'lsa operativ davo maslahat beriladi. Misol uchun, bemorda venozna okklyuziya, ya'ni bemorda dorsal venalar juda keng, jinsiy olat qonga to'ladi, lekin tez surib ketadi. Jinsiy olat turishi uchun ichi qondan to'lishi kerak. Lekin bu yerda vena yetishmovchilik holatida ko'p qon oqimi ketish hisobidan jinsiy olat yetarlicha taranglashmaydi yoki aloqa vaqtida bo'shanmasdan uxlab qoladi yoki poza o'zgartirgan holatda jinsiy olat yumshab qoladi. Bunaqa holatlarda venalarni bog'lash operativ amaliyoti bajariladi. Qisqa qilib aytganda, amaliyotda eng ko'p foydalanadigan tabletka ichish, fizioterapiya olish, operativ yo'l bilan venalarni bo'ylash yoki protez qo'yish. Protez qo'yish eng oxirgi chora bo'lib hisoblanadi. Sababi protez qo'yilgan bemorda keyin protez olib tashalsa, tabiiy ereksiya kuzatilmaydi. Protez qachon qo'yiladi? Penil implant. Uni ham bir komponentli, 3 komponentli turlari farq qiladi. O'sha og'ir holatlarda, ya'ni radikal prostatektomiya holatidan keyin prostata olib tashaldi, asob turmay qoldi, dorilar foyda bermayapti, demak protez qo'yish kerak. Yoki travma bo'ldi, dorilar foyda bermayapti, hech nima foyda bermayapti, protez qo'yish kerak. Keyingisi qandli diabetdan keyingi endoteliy shikastlanish holatlarida protez to'liq yechim. Asob turmayapti, hamma narsa qilib ko'rdingiz, hech nima yordam bermayapti, protez 99% yordam beradi. Qisqacha qilib aytganda, jinsiy olatingiz yetarlicha turmayaptimi? Bundan xavotir olmang. Shifokorga murojaat qiling, ko'rib, tekshirib, aniq tashxis qo'yib, nima uchun turmaslik sababi topiladi va shunga qarab davo chorasi belgilab beriladi. O'z boshimchalik bilan aptekadan yoki turli xildagi ariga chaqtirish, duo o'qitish, massaj qilish, malhamlar yoki boshqa xil usullardan foydalanishni maslahat bermayman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, komment yozing, like bosing, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.